Agar insonlar rostla butkul samoyili sistemasi ustida izlansa nimani bayqay oladi? Buning javobi shuki, hamma yer madaniyat bilan to'lgan. Lekin biz bilan do'st bo'la oladiganlari yo'q dunyoni bayqaydi. Olimlarning mo'ljallashicha, samoyili sistemasida taxminan 100 milliard dona turg'i yulduz bor ekan. Hayotlik ehtimoli bo'lgan sayyoralarning soni umumiy yulduzlar sonining taxminan 5%ni egallaydi. Mundaqcha aytganda, bizning samoyili sistemamizda taxminan necha milliard odam turishga bo'ladigan joy bor ekan. Agar har bir o'ltiraqlashga bo'ladigan sayyorada aql farosatli jonlilar bor deb faraz qilsak, uning ustiga ularning fan texnikani bizga o'xshash taraqqiy qildirgan bo'lsa, undaqda samoyili sistemasi necha milliard tashqi planeta madaniyati bilan to'lgan bo'ladi. Lekin olam intayin cho'ng bo'lg'achqa, bu madaniyatlarning hammasi samoyili sistemasiga tarqalgan bo'lsa-mu, bir-birining mavjudligiga butunlay ta'sir ko'rsatmaydi. Bu nazariya bo'yicha hisoblaganda yer shari bir odatiy kichik sayyora. Eng cho'ng yoki eng kichik emas. Hech qanday alohida yeri yo'q. Bepoyon olamda biz insonlar hatto bir tal taklamagan qumig'im tang bo'la olmasligimiz mumkin. Undaqda nemishqa hozirgacha tashqi planeta odam to'g'risida aniq bayqash yo'q? Sababi nihoyat oddiy. Chunki bizning texnik bu madaniyatlar bilan uchrashqidik texnik taraqqiyotimiz yetarli emas. Uningdan boshqa vaqt masalasi biz insonlarning texnikasiga, biz insonlarga eng tez keladigan masalalarning birisi. Eng oxirida sizlardan so'rab boqay. Olamda rostla tashqi planeta jonliqlari mavjudmi? Sizlar bu hukmga ishonamsizlar?